Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, Master Oil UZB obunachilari va hurmatli mehmonlar. Anchadan beri video qila olmayotganda, mana hozir video qilib, eng kerakli mashinalarimizdan biri. Mana trekerlar yangi chiqqan, hali bular uncha 40 ming, 50 ming yurib ulgurmadi ham, ba'zilar ulgurib ham qoldi. Yangi chiqqan mashinalar. Hozir bularni korobka moylarini almashtirib beryapmiz. Korobka moylari ham xuddi shunaqa Gentra Cobalt singari 7 litr sig'imga ega. 7 litr Dextron 6 moylardan quyib beramiz. To'qish jarayoni shu 11li tagida shunaqa bolti bor. 11li boltni boshlamiz. Hozir ko'rsatib o'taman. Mana bu yoqda 11li bolti bo'ladi. 11li boltni bo'shatamiz. 11li bolt bo'shatganimizdan keyin o'sha tushishni boshlaydi. Mana hozir sizlarga aniqroq bo'lishi uchun mana gaykasi. Mana 11li golovka tushadi. Shu yerda turadi. Shuni boshlaysizlar, to'kib olasizlar. Mana bu paqirimiz 10 litrli paqir. O'sha mana paqirga hech qancha qolmagan masofa shuncha. Bu degani 7 ta hammasini tushirib oldik. Hozir tomchilab turibdi. Hop. Yana bu ozgina tomchilagandan keyin yana bir marta pudab tashlaymiz. O'sha qolmaydi. Hozir men sizlarga TV qismidan qanaqa qilib tushirishni o'rgatib qo'yaman. Okalar, mana TV qismiga chiqib oldik. TV qismiga ham mana shu vozdux filtrlarini bo'shatasizlar. Bo'shatganingizda mana tagida mana bu qora kirishkalar chiqadi. Mana shu holatda turadi. Ko'rinayotgan bo'lsa aytib qo'yasizlar kommentariyada. Mana bu yerda 11 mana bolt bor. 11 boltni ham shuna bo'shatasizlar. Bu kirishkani bo'shatmay turasizlar. Mana qora kirishkani bo'shatmay turasizlar-da. Hop, bu yerdan kompressorda udaladi. Bir 5 minutmi, 3 minutmi o'sha kompressorda pudab tursani, o'sha bu yoqdan hammasi tushib boradi. Shunda xudo xolisa kompressor kuchiga qarab, kompressorini yaxshi bo'ladigan bo'lsa, misol kompressorda davleniya 8, 6 bo'ladi. Shunaqa holatlarda pudasani juda ham yaxshi tushib oladi, hammasi tushadi. Keyin o'sha bir 1,5 litr olib, bu yoqdan to'g'ri xolosdan hozir shunday qilib yuborsani, ochiq holatida ichidagi hamma qora qolgan qoldiqlarni yuvib olib tushib ketadi. Keyin qotirib 7 litr quyib beraverasizlar. Mana 6,5 litr quyishini ham mumkin. Tagida hop, bu yoqda ham o'riven ko'radigani bor. Hozir o'riven ko'radiganini ham sizlarga ko'rsatib qo'yaman. Kelar hop, o'riven ko'radiganda hop, misol 7 litr quymani, mayli 6 litr quying birinchisiga. Qotirib olib 6 litr quyganingizdan keyin zavet qilib turib, mana bu yeri ochiladi. Mana granatani shunday yon qismida turgan bo'ladi. Hozir men yanada yaqinlab ko'rsatib beraman. Mana bu yer turadi. Mana 11li buni bo'shatasizlar-da, sekin bo'shatib olib turib, bir kishi zavet qilib turish kerak bo'ladi mashinada. Skorska urib, o'sha D ga bo'lsa yoki zadniga urib, tormoz bosib turiladi-da. Buni sekin avaylab ochasizlar. Misol 6 litr quydingizmi, to'lmadimi, yana добавить qilaverasizlar, tepasidan qo'yaverasizlar. Shu yerdan o'sha to'shib chiqadi. Yo'q, o'zimga ishonaman, 7 ta to'kib oldim, 7 ta quyib beraman desani ham bo'laveradi, muammo bo'lmaydi. Hop, shunaqa gaplar. Bular hammaga tushunarli bo'ldi. Hop, moylardan Dextron 6 moylardan quyib berasizlar. Dextron 6 o'sha qizil shunaqa bo'ladi. Hozir uni ham ko'rsatib beraman. Mana bunaqa Dextron 6 quyasizlar mana. ATF Dextron 6 deb qo'ygan. Fransiyanikidan quyib beramiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, kelaverasizlar. Xudo xolisa chiroyli qilib, narxlarni ham yo'lida qilib ishlarni bajarib beramiz. Ma'lumot uchun telefon raqamlarimiz o'sha yozib qo'yganmiz. 93li 494 44 46 ga telefon qilib kelishingiz mumkin. Hozir yana bir manzilni sizlarga tushuntirib o'taman.
Hop, manzillarimiz mana ko'rishinglar mumkin. Isfarxon Sum. Bu yoqda Isfarxon Sum. Isfarxon Sumdan keyin avtosalon. Avtosalondan keyin mana bizning ishxonamiz. Mana bu ikkitasiga obuna bo'lib qo'yinglar. Master Oil UZB bilan mana yaqinlashtiramiz hozir. Mana Oil Houses degani bor. Bu ham bizning kanalimiz. Bu ham bizning kanalimiz. Manzillarimizni tushuntirib o'tdik. Mana ishxonamiz, kelaverasizlar, antifrizlarimiz. Mana hammasini qilib beramiz, mana kirishinglar mumkin. Boshqa moylarimiz ham bor. Bu yoqda mana ko'rsatib o'tamiz. Antifrizlarimiz, mana Felixlar bor, salon filtr, воздушный filtr. Hamma xudo xolasa hamma mashinalarga topib beramiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, telefon qilib manzillarimizni mana manzillarimizni tushuntirib o'tdik. Lyukomolik germanskiy moylarimiz, mana trendda bo'lib turgan Kix moylarimiz, bu ham Fransiyaning yo'llari bor, Germaniya, mana hammasidan bor. Xudo xolasa shinam chiroyli qilib bajarib beramiz. Antifrizlarimiz hammasidan bor, mana ko'rishingiz mumkin. Rolovoy yog'larimiz. Bugun 9-may ekan. 9-mayda mana ancha urush qatnashchilari qadimda o'sha yurt uchun xizmat qilib jonlarini fido qilishgan. Ularni ham oila a'zolariga hamdardlik bildiramiz. 9-may g'alaba xotira va qadrlash kuni hammaga tabriklab qolaman. Mana bu yoqda ham parad bo'lyapti mana. Okalar, kelaverasizlar, xudo xolis chiroyli qilib ishinglarni bitirib beramiz. Ko'rsatib o'tgan Instagram kanalimizni mana shu YouTube kanalimizni rivoji uchun obuna bo'lib qo'ying okalar. Ters layklarni bosib qizartirib chiqatamiz. Rahmat, salomat bo'linglar.